Bismillahirrohmanirrohim. Kirishimiz bilan koridor qismimiz va koridor qismimizga qo'yishinglar mumkin. Rakvinalarni qo'yib, pavoxalarni qo'yishinglar mumkin. Juda ham chiroylisidan tanlab, qo'ldan kelgancha o'ta ham go'zal qilib berishga harakat qildik. Elektr montajlari boshqatdan bo'ldi. Suv montajlari boshqatdan bo'ldi. Ariston emas, bu yerda titan joylashgan. Va ko'rishinglar mumkin, titanni yonigacha kelgan va qo'yib yubormaydi, issiqda qo'yib yuboradi deydi ko'pchilik. Hayotda qo'yib yubormaydi. Mana ko'rishinglar mumkin, titanga yopishtirib qo'yganman. Agar qo'yib yuboradigan bo'lsa, vodiydan kelib tuzatib beraman. Hojatxonamiz ko'k rangda bo'ldi, o'ta ham chiroyli rangda, patronlar bilan dahshat o'tirdi. Ko'rishinglar mumkin, kafelarni boshqatdan terdik. Va dushovoyimizga bitta baho berasizlar. Kirovochimizga kirmoshni o'rnashtirib berdik. Va bir tarafini ko'k, qolgan qismlarini esa oq qildik. Bu ham o'zimiz kolaboratsiya qilib ishlashga harakat qildik. Smesitellar qo'yib berdik. Dushovoy poddan qildik. Bu yerda eski holatda vanna bo'lgan, vannani olib tashlab dushovoy poddan yasab, to'g'ri uqlarni cho'tki qilib berdik. Jigarlar ishimiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolisa sizlarga ham hammomiylarda shunaqa chiroyli qo'raymat qilish bizga ham nasib qilsin.